bizim mahallemiz birinchi Berk Tolarov, birinchi uyda mana o'zi mana bizim mahallemiz birinchi Berk Tolarov, birinchi uyda mana o'zi chetda turaman. Ancha yillar beri mana shu qo'shnim 10-uyda turadi, ichkari tarafda. Mana uyim oldida mana shunaqa qilib mana mashinalarni taxlab tashlaydi. Mana o'zi chetda mana. O'zini ko'rsangiz bo'ladi. Hammasi mana mashinalarni taxlab tashlaydi. O'zim chetda 54 yildan beri chetda yashayman. Mana o'zim mana xonadonda yashayman. Mana eshiklarni hani kreditga olib, mana o'g'lim, katta o'g'lim mana hali uylanmagan. Mana shu o'zimni mana shu joy mana shu yerda yashayman o'zim mana. Hammasi assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'larga yaxshimisiz? Sog' salomat. Mana o'zini ko'rishinglar bo'ladi. Ancha yildan beri mana bizni uyimizni oldida. Mana kecha hokim kelib yig'ishtirib tozalab berdi. Mana yana ahvol shu. Garchilik ishi qanday mana shu yaxshi.